İki kurşunuzu tükettirgan 6 xil tefekkür deydi. Çokum anlap bakın. Birincisi, özünü özgertishdeki en ünümlük, en tuzlusu, nähşu siz qo'rqadigan, en ensiraydigan ishlarni qilib beqish, sinab beqish deydi. Turmushingizda anchamush tavakkülchilik qilib, o'zingiz qo'rqadigan ma'lum ishlarni siz sinab beqing. Siz qilib beqing. Igizdan qo'rqadiganlarni taq chiqib beqinglar. Qorong'udan qo'rqadiganlar kechasi uyda yolg'iz o'tirib kungup ko'rib beqinglar. Doim kostyum kiyimda qatib yuradiganlar, yosh bolalar shu shar kiyinib beqinglar. Tosh bosonlarni o'zgartib beqinglar. Shunami? İkincisi, her qandaq bir odamga tayinib olish, yo'lni bilish, ost xarakterlik yüzünü o'ltirib olganlik deydi. Masalan, ba'zi o'tcho'plar bir jo'g'on daraxtning ostida yaxshi uy salaydi. Çünkü bu bo'ron chaqquv, yomg'irni sizga to'sib turdi. Biroq shuni to'sish bilan birga kun nurini bu to'sib oladi. Shunami? Shuning uchun hadisli boshqalarga tayinib olgan, hadislarga boshliqlarga yo'linib olgan ishlarni ozroq qilaylik. Amal va o'zimizning kuchidan foydalanaylik. Üçüncüsü ham siz tashvishlanayotgan, ensirayotgan bo'lsangiz, demak ko'nglingizda siz o'z turmushingizni texim yaxshilashni, texim pul tepishni, yoki texim sog'lom bo'lishni va yoki kasbingizni texim yaxshi qilishni o'ylayotgan, shu to'g'risida bir fikr qilayotgan bo'lsangiz, ko'nglingizda buyuk orzu bo'lsa, ondan keyin odam azoblanadi, tashvishlanadi. Bo'lmasa, yilqida yata, dav, baqadigan 10 balang varmidi, mana yat deydigan oshning bu tushimiz shu. Oshda odamlarning ko'nglida tashvish, azoblanish bo'lmaydi. Bunda odam bo'lib qolganimiz yo'q-ku bizda. To'rtinchisi, nazar doirangiz keng, yuraklik, qalbingiz o'tkir, sagak, tilingiz tatliq, yüzünüz qilin, vastingiz qattiq bo'lsa, muvaffaqiyat qozonmayman deb bu amalınız yo'q. Qayta anlab beqing hozirgi gapimni. Beshinchisi, texim kuchli bo'lishni o'ylasangiz, texim o'zingizni kuchlantirmoqchi bo'lsangiz, avorchilikdan, mag'lubiyatdan, falokatdan qo'rqmang. Chunki siz mag'lubiyatga, avorchilik qancha uchirgan siri, shuni yengan siri, yengamisangiz shuni sinab baqqan siri, shunlar barbara kuchlansiz, barbara tajribangiz to'plandi, barbara aqlingiz to'plandi, barbara kuchaydigan gap. U hech qanday to'sqinlikqa, avorchilikqa, falokatga uning uchirmay turib kuchlangan bo'lmaydi. Oltinchisi, hayotlik en yaxshi ustoz quruq tuqqanlarning so'g'aq muomalasi. Yaqin do'stlaringizning sizni tashlab ketishi, sevgilinizning osiyligi, pul yo'q tufaylidan bo'lib qolgan nurg'un ishlar. Shuning uchun bundan ibrat olib, tirishib, yaxshi yo'l bilan qonun xiloflik qilmay, axloqdan chetnab ketmay, pul topaylik. Pul tepishni avval o'rganaylik. Uning keyin pul topqildi ekan. Tushunami? Xudosa mazmunni yoqtirgan do'stlar, yaxshi yurak ko'rib qo'yinchi qilishni unutmanglar. Rahmat.